Assalomu alaykum bolajonlar. Yana qiziqarli o'yinlar o'ynashni boshlaymiz. Demak, sizlar bilan tosh, qaychi, qog'oz o'yinini o'ynaymiz. Demak, qaysi biri? Qo'linglar. Qog'oz. Demak, qaysi ekan? Kim yutdi? Men. Kim ko'p yutsa shu? Qog'oz. Qog'oz. Muslima yana yutdi. Sen yana. Ikkalang ham yutolmadilar. Qo'y. Qaysi? Qaychi. Sarar yutdi. Yana qaysi? Men. Demak, Qaychi bu? Yo'q. qaysi biri? Qog'oz. Qaychi? Sarar yutdi. Demak, ikkitami? Qaysi? Tosh. Ikkalang ekan bir xilmi? Ikkalang ham topdilaring. Demak, Bu oxirgisi. mana bundan bitta-bittadan olinglar mayli. Oxirgisi. 3taga 3ta. Qaysi? Bitim. Sen bunaqa qilgan, Muslima yutdi. Bunisi esa men yutdim. Demak, 4ga 3 hisobida Muslima yutdi. Muslima nima olasan? Palichka. Vegan işte en ortaga yengin. Bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.